MDF dan bo'lgan spalni komplekt so'rovmi deylar. Sizlarga bitta zo'r spalni komplekt qilib qo'yganmiz. 100% MDF dan bo'ladi va krashinli bo'ladi. Keling, men sizga bitta video obzorini qilib beraman. Hop, o'rta qator ochagan bo'lsa, keyingina rosa ko'p qilib polka qilib qo'yganmiz. Bu yoq tarafini ochagan bo'lsa, ko'rishinglar mumkin mana. 5 yilkali, polkali qilingan. 5 yilkalarni qo'yishga hali ulgurmadi. Nimaga desanglar, mebelimiz endi sveji tandirdan uzilgandek bo'lib turibdi. Bu yoq qatorni ham o'rtasidan bo'lib 2 qator 5 yilka, xolisanglar tepasini o'zini ham 5 yilka qilib qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Hammasi davodchik mexanizm bilan jihozlangan, ochilganingizda, yopilganda bu noqulay tug'dirmaydi, ya'ni taqir-tuqir ovozi chiqib ketmaydi. Kravatimizga kelgan bo'lsa, spinalari juda baquvvat qilib ishlangan va plintusga tiralganda ozgina chuqurcha qilib qo'yganmiz. Plintus bilan devor, shu devanimizda shundoq birga-bir yopishadi. Bu sizga qulaylik beradi. Ya'ni spinalari juda baquvvat ishlangan, materiallari tedi materialdan mo'shi bo'ladi. Kravatimizning yollariga ham mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli tedi materiallardan qilib qo'yganmiz. Chesterimizga bitta keling. 5 ta tortmadan iborat chesterimiz, ochilib yopilishlari hammasi akkuratni. Bu yoqda trimoyimizga kelgan bo'lsa, noodatiy qilib ishlangan bu trimoyimiz, oynalari juda avanli, chiroyli chiqqan. Bu ham 4 ta tortmali bo'ladi. Hammasi davodchik mexanizmlar bilan jihozlangan. Bu ikkita tumbamiz ham kengina qilib ishlangan. Buni narxini bilish uchun bemalol direktga yozishingiz mumkin yoki pastda ko'rsatilgan telefonlarga telefon qilsanglar, biz aloqaga chiqib, u yog'ini o'zimiz sizlar bilan kelishib olamiz. Bu mebelni olishga shoshilib qolinglar.